Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash borasida Buxoro viloyatida qisqa fursatda amalga oshirilgan ishlarga kishining ishongisi kelmaydi. Bugun eng asosiy muammosi yechim topgani xalqimizning asriy orzulari ro'yobiga xizmat qildi. Mana misol uchun, Prezidentimizning 2023-yil 25-dekabrdagi 2024-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori doirasida Buxoro viloyatining Olot tumanida ta'minot 86% dan 99.7% ga, Qorako'l tumanida 53% dan 98.6% ga, Buxoro tumanida 55% dan 94.3% ga hamda Qorovulbozor tumanida 49.6% dan 100% ga yetkazildi. Xususan, Osiyo infratuzilma investitsiyalari banki ishtirokida Buxoro viloyatining suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish loyihasi ham bu borada muhim o'rinni egalladi. Viloyatning eng olis tumanlaridagi yirik loyiha doirasida quvvati sutkasiga 50 ming metr kub bo'lgan Duvoynik suv tozalash inshooti rekonstruksiya qilindi. 22 kilometr uzunlikda Duvoynik Olot magistral suv tarmog'i, Yangi bozor hamda Jumabozor suv tarqatish inshootlari qurildi. Mazkur xalqaro investitsiya loyihasining natijadorligi bois Olot tumani aholisining turmush farovonligi yaxshilandi. Aytish lozim, xalqaro hamkorlik natijasida viloyatning yana bir olis tumani Qorovulbozorda ham qiymati 1.6 million AQSh dollari bo'lgan yirik suv infratuzilmasi obyektlari barpo etildi. Loyiha doirasida Bo'zachi va Navbahor suv taqsimlash inshootlari rekonstruksiya qilingan bo'lsa, Jarqoq yangi suv taqsimlash inshooti barpo etildi. Shuningdek, 9 kilometr ichimlik suv tarmoqlari qurib bitkazildi. Mazkur inshootlarda zamonaviy texnologiyalar joriy etilib, toza suv havzalari, nasos va filtrlash stansiyalari, quyosh panellari, suv o'lchagichlar va dizel generatorlari o'rnatildi. SCADA tizimi orqali masofaviy boshqaruv yo'lga qo'yildi. Yoshlarga ta'lim-tarbiya berayotgan ustoz sifatida bugungi o'zgarishlarga qarab, mana shu prezidentimiz tomonidan eng chekka olis joylardagi e'tiborlarga qarab juda ham xursand bo'laman. Bu kunlarga shukronalik yarashadi. Bir necha yillar davomida texnik suvlarni iste'mol qildik. Bu sharoitning yaratilganligi, suvning sifat darajasining oshirilganligi o'ylaymanki, kelajak avlodni sog'lom o'sishi uchun birinchi navbatda juda ham katta foydasi bor. Mazkur loyiha natijasida 8 ming nafarga yaqin aholi, 3 ta maktab, 3 ta maktabgacha ta'lim muassasasi, 1 ta yoshlar markazi va 3 ta oilaviy shifokorlik punkti ichimlik suvi bilan uzluksiz ta'minlanadigan bo'ldi. 3800 metr kub toza suv zaxirasi yaratildi. Qorovulbozor tumani eng yosh tumanlardan bittasi bo'lib, oldingi holat bilan bugungi holatni taqqoslash jarayonida juda katta yangiliklar, obodonlashtirish ishlarida ham juda katta ishlar amalga oshirildi. Buning bois sababi prezidentimiz chiqargan qaror va farmonlarini mana shu chekka tumanning chekka qishloqlarida ham ijrosi yo'nalishi bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa mana shu suv ta'minoti yo'nalishi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini hududida ichimlik suvini tashib kelish aholida juda katta muammolar tug'dirardi. Bugungi kunga kelib, mana shunday suv ta'minotidagi alohida o'zgarishlar qarorlar asosida demak ishga tushirildi va bu har bitta xonadonga alohida suv ta'minoti olib kirildi. Bu albatta demak xalqimizga yaratilgan shart-sharoitlar, yengilliklar, ta'lim tizimidagi mana shu bog'cha va maktabda ham ichimlik suvi o'z yechimini topdi. Cho'lquvarlar shaharchasidagi bu kabi ezgu tashabbuslar bugun aholining cheksiz minnatdorligiga sabab bo'lyapti. E'tiborli jihat, ushbu loyihaning ikkinchi bosqichi doirasida tumanda oqova tizimini barpo etish bo'yicha ham katta hajmdagi ishlar amalga oshiriladi. Ushbu islohotlar hech shubhasiz xalqimiz farovonligi va sog'lom turmush tarzini ta'minlashga xizmat qiladi. Agar hozirgi paytda taqqoslasak, bundan bir necha yillar oldin ichimlik suv ta'minoti ancha og'ir ahvolda edi. Uzoqlardan suv tashib keltirilib, uyda tinitilib ichilgan vaqtlari bo'ldi. Hozirgi paytda Xudoga ming qatla shukr, muhtaram prezidentimizga katta rahmat. Mana shu yerlarni qurgan, mana shu tashkilotlardan muddatlarga ham rahmatki, ichimlik suvi hozirgi paytda juda yaxshi. Har bir hovliga, har bir xonadonga kirib borsangiz, jo'mrakni shunday ochgandan shunday toza, shirin, tozalangan suvlar bilan keladi. Bundan aholimiz juda ham xursand. Mana shunday bir Buxoro viloyatining eng chekka rayoni Qorovulbozorda mana shunday suv ta'minotini tashkil qilib berganlar uchun katta rahmat aytaman. Osiyo infratuzilma investitsiyalari banki ishtirokidagi Buxoro viloyatini ichimlik suv va kanalizatsiyasini rivojlantirish va modernizatsiya qilish dasturi asosida Qorovulbozorimizning 3 ta hududi demak
Bo'zachi, Navbahor va Jarqoq mahalla fuqarolar yig'inida suvning sifati yaxshilandi. Navbahorda demak 1000 kublik ikkita havzamiz qurildi. Bo'zachida ikkita 500 tadan 1000 kub, bu yerda ikkita 400 tadan 800 kublik toza, sifatli ichimlik suvini ta'minlash sharoiti yaratildi. Har uchalasiga ham 5,5 kilovatlik quyosh panellari o'rnatildi. Shu bilan bir qatorda mana Navbahor hududidan ancha 7 kilometr yiroqda uzoqlikda bo'lgan Toshquduq hududimiz bor edi. U yerda 52 ta xo'jalik istiqomat qiladi. U hududda faqat tashima yo'l bilan ichimlik suv yetkazib beriladi. Bugungi kunda 7 kilometr quvur tortilib, o'sha Bo'zachi suv inshootidan 24 soat doimiy ichimlik suv bilan ta'minlandi. Demoqchimanki, Qorovulbozor tumani to'liq 100% bugun toza, sifatli ichimlik suv bilan ta'minlandi. Osiyo infratuzilma investitsiya banki ishtirokidagi respublikamizdagi birinchi inshoot. Qorovulbozor endi Kenja tumanimiz, Buxoro viloyatining Kenja tumanida birinchi asosiy shu yerda 3 ta inshoot qurildi. 8,5 ming aholi toza, sifatli ichimlik suv bilan ta'minlandi. Ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, viloyatning 13 ta tuman va shaharlarning 5 tasida toza suv bilan ta'minlanganlik darajasi bugunga kelib 95% dan oshirildi. Davlat tomonidan e'tibor qaratilgan hududlardan biri Qorako'l tumani. Tumanning qaysi bir chekka mahallasiga bormang, har bir xonadonga toza ichimlik suv kirib borganiga guvoh bo'lasiz. Bu biz uchun haqiqiy urbanizatsiya. Mahallamizga madaniyat kirib keldi. Aholi salomatligi mustahkam bo'lishi uchun asos yaratildi deya qorako'lliklar qalbida shukronalik tuyg'ulari jo'sh urmoqda. Eski kunlari aytsak, yoshlar bizari yoshimizdan yoshlar ishonmaydi. O'zimiz ham to'g'risini aytsak, ko'zimizga ishonmaymiz. Chiqamiz, shahar aylanamiz. Do'stlarimiz bilan yangi qurilayotgan joylarga boramiz, lekin shu faqat bizda shu shukronalik. Bizni Qorako'lda 5 yil, 6 yil burunlar alohida sariq kasalliklarini davoladigan, buyrak, tosh kasalliklarini davoladigan alohida bo'limlar bor edi. Mana shu suv kelgandan keyin shu bo'limlarga ish qolmadi. Boshqa bo'lim boshqa bir narsalarga almashtirib tashashdi. Buning uchun mana shu hurmatli prezidentimiz tomonidan olib kelingan mana shu zilol suv. Zilol suv kelgandan beri men endi shu arasida yuribman. Qattiqligi darajasida 4% bo'lsa, bizniki 22-24% edi qattiqlik suvimiz. Lekin biz shuni iloji yo'q ichardik. Mana shu kun Xudoga shukr, Amudaryodan eng toza, eng shirin suv kelib turibdi. Biz Qorako'l mahallasi Quyoshli yurt ko'chasi aholisi uchun qo'shaloq bayram bo'ldi. Sababi bizning ko'chamizga ham toza ichimlik suvi yetib keldi. Ko'chamiz aholisi, ayniqsa xotin-qizlarimiz mana shu toza ichimlik suvi yo'qligidan juda qiynalishar edi. Suvni uzoqdan tashib kelish muammosi bor edi. Mana bugun mana shu barcha muammolar hal qilindi va biz toza ichimlik suviga ega bo'ldik. Bu ayollarimiz uchun ayniqsa juda ishlarga yengillik olib keladi. Mana shunday xalqni muammolarini hal qilishda, xalqqa yengilliklar yaratishda katta islohotlar olib borayotgan yurtboshimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu bilan birga mana bugun bizga toza ichimlik suvi keldi. Buni asrash, tejash bu bizning burchimiz. Bu narsani biz farzandlarimizga, yoshlarga albatta o'rgatishimiz, suv bizdan keyingi avlodlarga ham kerak bo'lishini tushuntirib borishimiz kerak. Endilikda ichimlik suvi yaxshilanadigan hududlarda navbatdagi bosqich, ya'ni sharoitlarni shahar tipiga yetkazish maqsad qilingan. Har bir islohot avvalo xalqning farovon yashashiga zamin yaratmoqda. Cho'l hududida joylashgan mahallaning toza ichimlik suviga ega bo'lishi o'z navbatida qishloqqa yangicha muhit qaror topishiga olib kelmoqda. Ertaga bu mahallalar oqova tarmog'i bilan ta'minlanadigan bo'lsa, aholining turmush madaniyati ham bir necha barobarga yuksaladi. Yangi O'zbekiston hududining prezidentimiz qarori asosida tashkil qilinishi munosabati bilan 1000 ga yaqin xonadon, 3000 ga yaqin aholi ichimlik suv bilan ta'minlandi. 18 milliard so'm davlatimiz tomonidan ajratilgan mablag'lar hisobiga, shuningdek yangidan suv tozalash inshooti qurildi. Mana o'tirgan binomiz suv tozalash inshooti, oqova suvlar tozalab chiqaradigan inshoot. Bu ham bizning tumanimiz uchun yangilik hisoblanadi. Bu qiymati 18 milliard so'm mablag' sarflangan ichimlik suvi va oqova tizimi uchun. Buning texnologiyasi Rossiya, Turkiya chet el texnologiyasini olib kelib, energiya tejamkor nasozlar o'rnatilib hozirgi kunda ishlab turibdi. Shuningdek, shahrimizni oqova tizim bilan ta'minlash maqsadida prezidentimiz tashabbusi bilan oqova tizimi uchun ajratilgan Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki hisobidan 22,5 million dollarlik loyiha hujjatlari tayyorlandi. Hajmi 5000 kub sutkasiga tozalash inshooti bilan birgalikda 7 ta mahalla oqova tizim bilan ta'minlanadi.
Shuni ta'kidlash joizki, 2016-yilda viloyatning markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 54,4%, oqova xizmati bilan ta'minlanganlik darajasi esa bor yo'g'i 8% tashkil qilgan. Bugungi kunda viloyatning markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 74,3% ga hamda oqova xizmati bilan ta'minlanganlik darajasi 16,9% ga yetkazildi. Osiyo infratuzilma investitsiyalari banki bilan birga qiymati 633,5 million dollarga teng loyiha amalga oshirilishi natijasida markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik 98% ga hamda oqova xizmati darajasi 40% ga yetkaziladi.